Akali 2-3 xona kvartirani puliga shunaqa 2 qavatli chiroylikkina qurilgan xonadonimiz chiqdi. Bir 20% ish qolgan bo'ldi. Narxi 2-3 xona kvartirani puliga beraveraman deyaptilar. Bu yoqdan darvozaxonadan ko'radigan bo'lsak, bemalol ikkita mashina ketadi. Bu yoqda letniy kuxnya tapchan uchun joylar bor. Oldi tomonda mana kattagina ziloniy zonasi, o'zini podval qismi va bu yoqdan uy ichiga kiradigan bo'lsak, kirishimiz bilan bizlarni shunaqa hol qismi kutib oladi. Elektrik santexnik ishlari qilingan. Bu yoqda mana stroyni shkaf qilish uchun joyi bor. Bu yoqda panoramli oyna bo'ladi va bemalol divanli zona qilib qo'yish. Bu yoqda mana TV zonalari, chap tomondan ko'radigan bo'lsak, bizlarning ayollarning sevimli bo'lgan oshxonasi, kotyollar qo'yib qo'yilgan, hamma santexnik elektriklar bitib qo'yilgan katta panoramli rom va bu yoqda choy ichib o'tirish uchun joylari va televizor uchun joylari qoldirib ketilgan yonginasini ko'rishimiz mumkin. Bu yoq tomondan birinchi qavatimiz uchun sanuzel qismimizni, xonadonimizni tupli pol kollektorlari mana va uni yonginasida zal qismimizda zal sifatida foydalanamiz. Zalimiz mana shunaqa o'lchamdagi ikkita zal bo'ladi. Tashqari qaragan oynalari, orqa hovlidan ham unumli foydalansa bo'ladi. Ichida nima borligi bemalol ko'rinib turibdi. Ko'nglingizni to'q qilib sotib olasiz bu xonadonimizni. Bu yoqda mana ikkinchi qavat uchun zinamiz va yonida ota-onalar yotoqxonasi, katta oynalari, mana divanning tepasiga svetiniyalar uchun joylar qo'yib ketilgan. Ikkinchi qavat chiqib ko'ramiz. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan bizlarni shunaqa katta hol qismi kutib oladi. Zinalarning kengligiga ham e'tibor berib qo'yasiz. O'ng tomondan ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizlarni bolalar yotoqxonasi, bu yerda ham elektrika hamma ishlari bitgan, kattagina oynalar qo'yib ketilgan. Malyarka bilan tark etishlari qolgan hozirgi kunda. Yon tomonni ko'rishimiz mumkin. Bu yoqda agar o'g'lingizni uylantiradigan bo'lsangiz, kelinga mana yana bitta spalniya qilib berish imkoniyati bor. Katta romli qo'yilgan, elektrikalari bo'lgan va ikkinchi qavatimiz uchun yonida umumiy sanuzelimiz, bu ikkinchi sanuzel bo'ladi va uni yonginasida yana kattagina o'lchamda zal hisobida foydalansangiz bo'ladi. Tashqari qaragan oynasi, xonadonimizni skvoznak, bemalol shamol aylanishlari zo'r. Va uni yonida yana bitta yotoqxona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Ota-onalar yotoqxonasi. Bu yerda ham elektrikalari bitgan. Tupli pollari ham bo'lgan. Xonadonimizda Sergeli tumani Xonobod mahallada joylashgan bo'ladi. 202 sotixli 7 ta xona, 170 kvadratga yaqin xonadonimizda 86 ming baholanyapti. Qiziqali bo'lsa nomer qoldiraman, telefon qo'rasizlar. Metrogacha 8 metr chiqadi. Stроительный konichkasigacha ham 8-9 metr chiqadi. Zo'r joyda joylashgan.